بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz din qardoshlar, siz bilan Qur'oni Karim bilan tanishuv suhbat turkumlarimizdan biz oldingi 9 kun ichida o'sha 9 kunlik tarovihda o'qiladigan suralar, oyatlar bilan tanishib o'tdik va bu tanishuvlarimiz bot takrorlayotganimizdek bir tanishuv va qisqacha ma'lumotlar. Bugun ham Qur'oni Karimdan ikkita surani inshaalloh kechki payt tarovihda tilovat qilamiz. Ular Hud va Yusuf suralari. Mana shu suralar bilan bugun tanishib o'tamiz. Bu suralar payg'ambarlarning nomlari bilan nomlangan va aksar oyatlar aynan mana shu payg'ambarlarning qissalariga bag'ishlangan. Birinchi sura Hud surasi. Hud surasi Makkada nozil bo'lgan. Makkada nozil bo'lgan suralar ichida 52-chi raqamda turadi. Ya'ni 50 nozil bo'lish tartibi 52-chi sura. Bu Hud surasi ham 100 oyatlik suralar safiga kiradi. 11 ta sura mana shunday 100 oyatlik suralar hisoblanadi. Ulardan biri mana shu Hud surasi. Mushaf tartibi bilan aytganimizda ikkinchisi, birinchisi Yunus edi, ikkinchisi Hud surasi. Sura mushafda 11-sura va mushafda 14 sahifaga joylashgan. 14 sahifa-yu 5 qatorga joylashgan. Oyatlarning adadi 123 oyat, kalimalarning adadi 1917 ta, harflarning adadi 7726 ta. Sura 12-juzning 14 sahifasida demak aks etgan. Suraning nomi Hud. Hud surasining nomi, boshqa nomi yo'q. Hud surasining faqat mana shu birgina nomi bor. U ham bo'lsa Hud alayhissalomning nomlariga berilgan ism. Hud alayhissalomning qissasi Qur'oni Karimda ko'p suralarda keladi. Arafda ham o'tgan va yana boshqa suralarda ham keladi. Lekin nega bu sura Hud alayhissalomning nomi bilan ataldi? Boshqa suralarda ham Hud qissasi keladi-ku deyilsa, hech bir surada Hud alayhissalomning qissasi bu suradagichalik batafsil kelmagan. Va Hud alayhissalomning ismi ham bu surada ko'p zikr qilingan. Shuning uchun bu sura Hud surasi deb ataladi. Aniqrog'i 5 marta zikr qilingan ekan Hud alayhissalomning ismlari bu surada, lekin boshqa biror surada Hud ismi buncha adadda ko'p zikr qilinmagan. Suraning demak boshqa nomi yo'q. Suraning fazilati haqida aytadigan bo'lsak, o'sha 100 oyatlik suralar menga Zaburning o'rniga berildi degan edilar Rasululloh akram alayhisolatu vassalom. O'sha hadisdagi fazilatning taxtiga kiradi, bu ham ostiga kiradi. Hud surasiga xos bo'lgan hadislardan biri Rasululloh akram alayhisolatu vassalomning so'zlari. Shayyabatni Hud deganlar. Bir kuni Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar, Abu Bakr roziyallohu anhu bir kuni Rasululloh akram alayhisalomga, "Ya Rasululloh, soch soqolingizga oq tushib qopti-da" debdi. Shunda Rasululloh akram alayhisalom, "Ha, Hud meni qaritdi" degan ekanlar. Yana ba'zi bir rivoyatlarda Hud, Voqea, Amma yatasaalun va Zalzala suralari meni qaritdi deganlar. Lekin mashhuri mana shu, val mursalat ham bor. Ida shams kuvirat, Zalzala emas, kuvirat suralari meni qaritdi degan ekanlar. Imom Termiziy qilgan rivoyatda. Demak, Hud, Mursalat, Voqea, Naba va Kuvirat, Takvir suralari meni qaritdi deb aytgan ekanlar Imom Termiziyning rivoyatlarida. Lekin mashhur rivoyat Shayyabatni Hud, meni Hud qaritdi deganlar.
aynan nega Hud qaratdi deganlar deyilsa, ba'zi mufassirlarimiz aytadilar, Hud surasida payg'ambarlarning qissalari va payg'ambarlarga itoat qilmagan qavmlarning halokati haqida so'z ketadi. Rasul akram alayhissalatu vassalom o'z ummatlariga payg'ambar bo'lib yuborilgan ekanlar. Odamlarni Makka mushriklarini ayniqsa dinga da'vat qilganlarida ular da'vatga ijobat qilmagan sari Rasul akram alayhissalom tashvishga tushar ekanlarki, oldingi payg'ambarlarning qavmiga kelgan baloga o'xshash qavm bularga ham kelmasa edi, mening qavmimga ham kelmasa edi degan tashvish u kishini qaritgan degan so'zni aytadilar. Yana ba'zi bir rivoyatlarda aniqrog'i Ibn Abbos roziyallohu anhuning so'zlarida keladi. U kishi Hud surasida fastaqim kama umirta degan oyat bor. Biz inshaalloh suraning oxirida bu oyatlarga to'xtalamiz. Senga qanday buyurilgan bo'lsa, ana o'shanda mustahkam tur. Nima buyurilgan bo'lsa, shunda mustahkam tur degan oyat Qur'oni Karimda Rasul akram alayhissalatu vassalom uchun eng og'ir va eng qattiq oyat bo'lgan degan ekanlar Ibn Abbos roziyallohu anhu. Shuning uchun ba'zi mufassirlarimiz aytadilarki, Rasul akram alayhissalom Hud meni qaritdi deganda mana shu oyat meni qaritdi demoqchi bo'lganlar deydilar. Bu oyat 112-raqamda keladi. Inshaalloh suraning oxirrog'ida bunga to'xtalib o'tamiz. Hud surasi Rasul akram alayhissalatu vassalom balki bir Arabiy o'tgan safar eslaganimiz hadisda bir Arabiy kelib, "Ya Rasululloh, menga Qur'on o'rgating" deganda, alif lam rolardan 3tasini o'rgan degandilar. Ha? Alif lam rolardan 3tasini o'rgan. Alif lam rolar demak 3tadan ko'p o'zi. Shu 3tadan bittasi demak Hud surasi. Hud surasi ham alif lam ro deb boshlanadi. Demak Rasul akram alayhissalatu vassalom Qur'on o'rganmoqchi bo'lgan kishilarga Hud surasini o'rganishni ham tavsiya qilgan ekanlar. Ka'b al-Ahbordan rivoyat qilingan so'z Tavrotning boshi An'om, oxiri Hud degan edi, ha? Ya'ni Tavrotda kelgan ma'lumotlar mana shu An'om va Hud suralari o'rtasida ifoda topgan Qur'oni Karimda demoqchilar. Bu degani Tavrotdan olingan degani emas, balki Tavrotda bor ma'lumotlarga o'xshash ma'lumotlar. O'shaning to'ldirilgan demak shakli Qur'oni Karimda kelgan. Qur'oni Karimda Moida surasida Alloh subhanahu va taolo ahli kitoblarga aytadi: "Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna minal kitab." Ey ahli kitoblar, sizlarga bir payg'ambar keldi. Bu payg'ambar sizlarga Allohning kitoblaridan o'zgartirib yashirgan ko'p narsalaringlarni oshkor qilib beradi. Ular o'zgartirgan, yo'q-yo'qni bo'yagan gaplarni hammasini Qur'on to'g'rilab bergan. Va undan tashqari Qur'on demak boshqa kitoblarda yo'q ma'lumotlarni o'z ichida demak mujassam jamlagan. Qur'oni Karimning biz suralari bilan, oyatlari bilan tanishib o'tar ekanmiz. Shuni bilishimiz kerakki, Qur'on Allohning kalomi bo'lgani uchun u tubsiz dengizga o'xshaydi. O'rgangan saringiz ma'no chiqaveradi. Ma'no chiqqanda ham faqat ma'lumot ma'nosida chiqmaydi. Balki balog'atda ham yangi balog'atdagi yangi ustunliklari kashf bo'laveradi. Qur'oni Karimdagi ba'zi bir ishoralar bor, oddiy aytib ketilgan gap, lekin ishoralardan hozir ilmiy mo'jizalar kashf qilinyapti. Mana bu Qur'oni Karim cheksiz ilmga ega, ilmni o'zida jamlagan, lekin banda fahmiga yarasha o'rganib boraveradi va ulamolarimiz mana minglab tafsir yozilgan. Nega desa, yangi ma'noni mufassir 5-10 ta tafsirda o'qigandan keyin yangi ma'nolar unda qalbida yangi ma'nolar paydo bo'ladi. O'sha yangi ma'nolarni yetkazish uchun u tafsir yozadi yana. Bo'lmasam o'sha oldingi tafsirda o'qib yursa ham bo'ladi. Yo'q, yangi ma'no, yangi ifodani demak Alloh uning qalbiga soladi, keyin tafsir yoziladi. Suraning xususiyatlari. Sura Karima o'sha muqattaat harflaridan alif lam ro bilan boshlangan. Alif lam ro bilan boshlangani uchun undan keyingi oyatlar Qur'oni Karimga doir oyatlar bo'ladi odatga ko'ra. Va bu surada Qur'oni Karim insoniyatni, bashariyatni
Qur'onning o'xshashini keltirishga bellashuvga chaqirgan edi bir necha oyatlarda. Ana o'shalardan biri ushbu surada keladi. Bu suraning yana bitta xususiyati shuki, Nuh alayhisalomning qissasi mana shu surada to'liq keladi. Hatto Nuh surasida ham bunaqa to'liq emas. Nuh alayhisalomning qissasi, to'fon qissasi aynan mana shu surada eng to'liq suratda keladi. Surada payg'ambarlarning qissalari Nuh, Hud, Solih, Ibrohim, Lut, Shuayb va Musa alayhissalomlar haqlarida so'z ketadi. Ularning qavmlarining qilgan ishlari, ularning gap so'zlari, oqibatlari haqida so'zlar ketadi. Sura makki bo'lgani uchun surada aqida masalalari muolaja qilinadi. Undan tashqari, aqidadan tashqari endi amaliyot haqida ham, dinga amal qilishda, payg'ambarlarning da'vatiga ijobat qilishda insonlar qanday yo'l tutishi kerakligi payg'ambarlar qissalari orqali bayon qilinadi, o'rgatiladi. Keling, mana shu ma'noda biz ham sura karimaning oyatlari bilan, ma'lum oyatlar bilan tanishib o'tamiz. Suraning birinchi oyatida Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Bu shunday bir kitobki Qur'on. Uning oyatlari puxta qilib qo'yilgan. Muhkam, puxta qilib qo'yilgan. Undan kamchilik topib bo'lmaydi. U keyin o'zgarmaydi ham. Uni tahrir qilishga ham hojat yo'q. O'zi puxta. Oyatlari o'zi nihoyatda pishiq nozil qilingan. Keyin esa Qur'onning tafsiloti Alloh Hakim va Xabir bo'lgan Alloh subhanahu va taolo tomonidan tafsiri ham, tafsiloti ham, bu oyat Qur'oni Karim puxta bo'lish bilan birga oyatlari mufassal ham, ya'ni inson hayoti uchun kerak bo'lgan hamma ma'nolar Qur'on oyatlaridan topiladi. Ana shu ma'noda Qur'oni Karim oyatlari inson hayotini batafsil qamrab olgan. Alla ta'budu illalloh, faqat Allohgagina ibodat qiling. Inni lakum minhu nadhirun va bashir deb ayt ey Muhammad alayhisalom. Siz ey Muhammad alayhisalom aytingki, men Alloh tomonidan bir bashoratchi, xushxabarchi va ogohlantiruvchi bir payg'ambarman xolos deb ayt deb Rasul akram alayhisolatu vassalomga xitoblar bilan sura karima boshlanadi. Sura karimada yana aytiladiki, "Va ma min dabbatin fil ardi illa alallohi rizquha." Bu dunyoda qanaqa o'rmalaganki narsa bor, qimirlaganki jonzot bor, uning rizqi Allohning zimmasida. Haqiqatan borliqdagi hamma mavjudotning rizqini Alloh o'zi yaratib qo'ygan. Kiyik o'tni yeydi. Kiyikni vahshiy hayvon yeydi, vahshiy hayvondan oshkorini qushlar yeydi. Ular ham o'ladi. Ular bir-birini yeydi, boshqa o'ladi. Ba'zi birlar chiriydi. Chirisa uni yer yeydi. Yer yeb, undan yana nabotot o'simlik o'sib chiqadi, yana uni kiyik yeydi. Ketaveradi. Dengizdagi baliqlarni deydi, dengizdagi baliqlarni, katta baliqlarni ko'rsangiz, nahang baliqlar o'nlab, yuzlab baliqlarni yutib tashab yeydi, yutib yeb tashlaydi. Bir qarasangiz, dengiz hayoti, o'rmon hayoti zulmga o'xshaydi. Kuchli hayvonlar kuchsizini yeyotgan bo'ladi. Lekin u o'sha muvozanat uchun adolat hisoblanadi. Masalan, mayda baliqlarni Alloh bir bolalaganda yuzlab, minglab urug' tashlaydigan qilib qo'ygan. Katta baliqlar unaqa ko'p emas. Mayda baliq agar ko'payib ketsa, dengiz suvi aynib ketadi. Uni katta baliq yeb turish kerak. Bir qaraganingizda zulmga o'xshaydi, lekin katta baliq mayda baliqni yemasa, dengiz bir pasda suv aynib, unda hammasi bir yo'la halok bo'ladi. O'rmon ham xuddi shunaqa. Zaif hayvonni sher yeydi. U demak agar yeyilmasa, unda u o'liga chirib, boshqa bo'lib, o'rmon hayoti izdan chiqadi. Alloh subhanahu va taolo mana shunaqa hikmat bilan yaratib qo'ygan. Qani kim uni qilgan? Hammasini rizqini Alloh o'zi zimmasiga olgan. Hatto mana ko'rsatuvlar ham bor alohida. Ba'zi bir qushlar bor, timsohlarni tishidan
kelib hali go'shtini tozalab ketadi. U hayvonni yeydi, tishiga go'sht tiqilib qolib, og'zini ochib turadi, haligi tishini kavlagisi kelibdi. Qushlar kelib tishidan go'shtini yeb ketadi. O'shaning rizqini Alloh shu yerda qilib qo'ygan. Timsohning og'zida qushning rizqi. U og'zini ochib turadi, kelib qushlar tishini tozalab ketadi, u qushni yemaydi. Qush uchib ketaveradi. Alloh subhanahu va taolo mana shunaqa hamma jonzotning rizqini o'zi belgilab qo'ygan. Insoniyatning rizqini ham Alloh subhanahu va taolo o'zi mo'l qilib qo'ygan. 1850-yillarda Yevropada o'tkazilgan tadqiqotlarda bir vahimali gap tarqagan. Hozir mana insoniyat 2 million 3 millionga yetib qoldi, 2-3 milliardga yetib qoldi. 1,5 milliard, 2 milliardmi degan? 2 milliardga yetib qoldi. Agar 3 milliarddan yoki 4 milliarddan oshsa, dunyodagi resurslar tugab, insonlar ochlikdan o'ladi degan. 1850-yil. Hozir 7 milliarddan o'tdi insoniyat, ha? O'sha vaqtdagi podsholarning dasturxonidan hozir oddiy odamlarning dasturxoni to'kin. Rizqni Alloh yetkazadi. Kullun fi kitabin mubin. Hammasini Alloh Allohul Mahfuzda yozib qo'ygan. Uni xotirjam bo'lavering. Qiyomatgacha bo'ladigan hammasi yozib qo'yilgan. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. Rasul akram alayhissalatu vassalom ba'zi bir oyatlarni o'qisalar, yetkizsalar, o'sha ba'zi bir kishilar qabul qilgisi kelmasdi. Shunda Rasul akram alayhissalom shu oyatlarni o'qib bersam, odamlar qabul qilish qiyin bo'lyapti-da deb biroz o'zlarida tanglik his qilgan ekanlar. Shunda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, yo'q, innama anta nadir, sen yetkizsang bo'ldi. Ogohlantiruvchisan xolos. Odamlar laula unzila alayhi kanzun aw jaa ma'ahu malak desa, Rasul akram alayhissalatu vassalom o'sha oyatlarni eshitganda, ba'zi vahiylarni yetkazgan paytda endi yaxshi gaplar gapiryapti-yu, bu bizga bir bitta bir mo'jiza ko'rsatsa edi, bir xazina shunda osmondan xazina tushsa, ha? Yo'inki bir farishta yoniga tushib, farishtani biz ham ko'rsak, shunaqa bo'lsa edi, deyshar edi. Bu gaplar Rasul akram alayhissalatu vassalomga tanglik keltirardi. Alloh subhanahu va taolo yo'q, sen ogohlantiruvchisan xolos, yetkiz, tamom vassalom. Qolganiga siqilma. Payg'ambarlarning merosxo'rlariga ham gap shu. Yetkizadi xolos. Amal qilmasa siqilmaslik kerak. Yetkizish vazifa shu. Qabul qilish insonning o'zidan, hidoyat Allohdan. U yog'iga hech kim aralasha olmaydi. Yetkizish asosiy vazifa. Va yetkazilganda hamma qabul qilmasligi ham aniq. Hamma qabul qilmaydi. Ba'zi odamlar aytadi, hammani rozi qilish kerak. Hamma hech qachon rozi bo'lmaydi. Hech qachon hamma rozi bo'lmaydi. Bir toifa odam xursand bo'lsa, bir toifa odam doim nolib turgan bo'ladi, ayb topib turgan bo'ladi, nimadir deyotgan bo'ladi. Shuning bu insonlarning uchun imtihon bu. Hamma o'zi uchun o'z amalini qilish kerak. Kullun muyassarun lima xuliqa lah deganlar. Har bir inson nima uchun yaratilgan bo'lsa, ya'ni qanaqa hayotga yo'nalgan bo'lsa, o'sha unga oson qilib qo'yiladi. Fitnani yo'lini tanlagan, fitna unga oson. Yomonlik unga qulay, yomonlik unga oson qilib qo'yiladi. Yomonlikka o'zi intiladi, unga yomonlik qulay qilib qo'yiladi. Xuddi mana shuni singari dunyoda insonlar turlicha bo'y qoladi. U hamma jannatiy bo'lmaydi. Hamma solih ham bo'lmaydi. Agar da'vatning o'zi bilan hamma narsa hal bo'lsa, payg'ambarlar da'vatdan nuqsonga yo'l qo'yganmi? Hozir masalan ba'zi odamlar aytadiki, endi domlalar yaxshi gapirmayapti, etmayapti. To'g'ri, da'vatda kamchilik bo'ladi. U payg'ambar emas, u domlalar, ahli ilmlar. Kamchiligi bordir, lekin o'ylamang, da'vatni to'liq qilib qo'ysa hamma zo'r bo'lib ketadi deb. Unaqa bo'lmaydi. Agar da'vatni do'ndirsa, hamma salohiyatli bo'lib ketadigan bo'lsa, payg'ambarlar da'vat qilgan paytda qavmi 100% musulmon bo'lib ketish kerak edi. Bo'lmagan-ku. Mo'jizani ko'rsatib osmondan mo'jizani ko'rsatib qo'ysa ham hamma iymon keltirmagan. O'shanda ham hamma itoatda bo'lmagan. Hatto iymon keltirgandan keyin ham
Musa alayhissalomning qavmi Musa alayhissalomga qancha azor bergan, qancha itoatsizlik qilgan. To'g'rimi? Inson tabiati mana shunaqa. O'shuning uchun hammaning bir xilda xuddi inkubatordan chiqqan jo'jadek salohiyatli bo'lishini umid qilish bu ham xayol bu. O'shani ogohlantirish uchun Alloh Qur'onda bir necha joyda aytadi. Men jahannamni odamlar bilan to'ldiraman deydi. Jannatni to'ldiraman degan gap yo'q. Chunki jannat keng bo'ladi. Unda odamlar siqilishi mumkin emas, lekin do'zax tor bo'ladi. Lekin to'ladi u. Mana shu ma'noda demak payg'ambarlardan ham, ahli ilmlardan ham, umuman mo'min musulmondan vazifa yetkazish tamom vassalom. Qabul qilish insonning o'ziga havola. Ana undan keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo o'sha tahaddiy oyatini keltiradi. Am yaqulu naftara. Qur'onni to'qidi deyishyaptimi? Qul fa'tu bi 10 suwarin mithli muftarayat. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sodiqin. Ayt ey Muhammad alayhisolatu vassalam, sizlar ham mana shu Qur'onning suralariga o'xshash 10 ta to'qilgan sura keltiringlar agar Qur'on to'qilgan bo'lsa. Va qo'lingizdan kelgancha kimni yordamga chaqirmoqchi bo'lsanglar marhamat chaqiringlar, to'planinglar. Agar gapinglar rost bo'lsa. Yo'q, hech kim bunga qodir bo'la olmagan. Bu joyda bu oyatda 10 ta sura deyilgan bo'lsa, oldingi Yunus surasida bitta sura deyilgan. Fa illam yastajibu lakum, agar sizlarning mana shu talabinglarga javob qilisha olmasa, bilinglar fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Unda bilinglarki bu Allohning ilmi bilan nozil bo'lgan bu. Odamlar keltira olmayaptimi? Odam qilganini odam qila olardi. Odamlar keltira olmayaptimi? Bilinglarki bu Alloh nozil qilgan, Allohning ilmi bilan nozil bo'lgandir. La ilaha illahu. Undan o'zga iloh yo'q. Fahal antum muslimun. Endi musulmon bo'lasizlarmi? Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kim dunyo hayotini va dunyo zinatini istasa, biz o'sha amallariga yarasha dunyoning ne'matini to'liq qilib berib qo'yamiz. Dunyoda nihoyatda maishatda yaxshi yashaveradi. Shuni istaganmi, shuni beramiz. Lekin ulaikal ladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Lekin ularga qiyomatda do'zaxdan boshqa narsa yo'q endi. Va habita ma sana'u fiha. Ular dunyoda qilgan hamma amallari habada bo'lib ketdi. Va batilun ma kanu ya'malun. Qilgan hamma ishlari bekorga chiqdi. Nima degani? Bu degani dunyoda yashamang, dunyoda umuman harakat qilmang degani emas. Dunyo hayotidan agar oxiratni qasd qilib, oxiratning savobini kasb qilib olmasangiz, dunyodagi hamma mehnatingiz bekor ketadi. Dunyodagi hayotdan savob olsa bo'ladi. Dunyodagi hayotdan oxiratda jannatga ega bo'lsa bo'ladi. Nima qilish kerak? Iymon keltirib amal solih qilish kerak. Gunoh qilgan inson iymonsiz ham faqat yomonligida yashamaydi. U ham o'ziga yarasha yaxshiliklar qilishi mumkin. U ham dunyoda faqat rohatda yashamaydi, o'ziga yarasha mashaqqatlar tortishi mumkin. Kasal bo'ladi, boshqa bo'ladi, qiyinchilik bo'ladi. Lekin iymon va Allohga bandalik bo'lmagani uchun dunyodagi hamma amal bekor ketadi. Bekor ketgani nimada? Dunyo oxiratning ekinzori edi. Rasa ekdi, boshqa bo'ldi, harakat qildi, hosil yo'q. Buni Alloh subhanahu va taolo oldingi Yunus surasidagi bir oyatda misolini keltirgan. Bu xuddi shunga o'xshaydiki, dehqon rosa urug'ini sepib, yerni chopib, urug'ini sepib, yer haydab, o'g'it solib, mehnat qilib, haligi qilgan mehnatini samarasi, hosili ko'rinib, mevalari g'arq pishib, hosili rosa to'lgan paytda bitta shamol kelib hammasini yuvib halok qilsa yoki bir o'tli bo'ron kelib hamma ekinni kuydirib yuborsa, inson qanaqa ahvolga tushadi? Dunyo hayotidan oxiratni istamagan kishining dunyodan yakuni shunday bo'ladi degan. O'shuning uchun unga qiyomatda hech narsa yo'q. Agar iymon keltirib amal solih qilsa edi, dunyoning rohatiga ham ega bo'lar edi. Mana musulmon odam, siz bilan biz nimadan mahrummiz? Hech narsadan mahrum emasmiz. Faqat biz Allohning shariatiga muvofiq ayrim harom narsalardan o'zimizni tiyamiz. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna mayta.
Qur'onda oyatning xitobi shuki, mazmuni harom sanoqli narsa. Aksar narsa, hamma narsa halol. Harom sanoqligina narsa harom. Shulardan tiyilsangiz bo'ldi, jannatga kirasiz. Dunyoning hamma ne'matidan foydalanasiz. Lekin siz o'sha dunyo hayotini oxirat jannatini qo'lga kiritish uchun sarflaysiz. Dunyo rohatini ham qo'lga kiritasiz, oxiratning savobini ham qo'lga kiritasiz. Shuning uchun oyat karimada agar faqat dunyoni istasa kishi, hatto dunyoni istash ibodat bilan ham dunyoni istab qo'yishi mumkin inson. Ilm bilan ham dunyoni istab qo'yishi mumkin. Ilm o'qiydi, mansab uchun o'qiydi. Mol dunyo uchun o'qiydi. Mol dunyo uchun ilm aytaylik o'rgatadi va hokazo. Faqat maqsad dunyoning o'zi bo'lsa, o'sha amal uchun oxiratda savob bo'lmaydi. Demak, u ham oxirat, bu dunyo hayotidan qilgan mehnatlaridan oxiratda ziyon ko'radi. Qur'oni Karimda ulayka humul xosirun degan so'z ko'p keladi. Ular hasrat, ziyon ko'rganlar. U ziyon ko'rganlar deganda bizlar nimani tushunamiz? Ko'pincha ziyon ko'rganlar desa, shu yo'lda ketayotib qoqilib ketib qolgan, nimadir zarar ko'rgan. Shunaqa tushunib qolamiz ko'pincha. Aslida ziyon ko'rgan so'zini biz o'zimizda ham iste'molda moddiy ma'noda ishlatilishi bor-ku. Rosa savdo qilib ziyonga tushdim, bankrot bo'ldi. Zararga ishladim deymiz-ku, deydi-yu savdoda. Qur'ondagi ziyon ko'rdi so'zi xuddi shu. Foyda uchun harakat qilib zarar ko'rishni xosira deydi arablarda. Qur'onda xosirun ziyon ko'rganlar degan oyatni eshitsangiz, shuni bilingki, bu degani foydaga harakat qilib ziyon bilan yakunlangan degani. Dunyo hayotida Alloh bergan umrni yashab, oxiratni egallolmasdan, jannatga kira olmasdan o'tgan odam u haqiqatda ziyonda. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida zolimlarni azoblar ekan, ularning ishlarini aytadiki, allazina yasudduna an sabilillahi va yabghuna haywaja. U zolimlar Allohning yo'lidan odamlarni to'sishar va Allohning yo'li qing'ir bo'lishini istashar edi. O'zining nafs havosiga moslashni istashar edi. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi va ma kana lahum min dunillahi min awliya. Ular yer yuzida o'zlaricha bir narsalar qilib yurishdi, lekin ular baribir Allohni ojiz qoldira olishmadi. Qarang. Allohning yo'lidan to'sishmoqchi bo'lib, Allohga qarshi turishib, mana bunday harakatlarni qilishdi, lekin oqibat nima bo'ldi? Allohni ojiz qoldira olishdimi? Maqsadga erishdimi? Yo'q. Ma'lum muddat ular fitna, sinov bo'lib turdi xolos. Lekin Allohning so'zi yana g'olibligicha qoldi. Ana undan keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo aytadiki: Mathalul fariqayn kal-a'ma wal-asammi wal-basiri was-sami'. Ko'zi ojiz ko'rmaydigan inson bilan ko'zi ko'radigan inson, eshitmaydigan inson bilan eshitadigan inson barobarmi? Ya'ni ma'naviy. Ma'nan, bu yerdaligi jismoniy emas. Ma'nan ko'zi ochiq odam bilan, haqni ko'rgan odam bilan ko'zi yumuq odam barobarmi? Eshitadigan bilan eshitmaydigan barobarmi? Hal yastawiyani masala. Ular barobarmi? Yo'q, barobar emas. Uni moddiy olsangiz ham, jismoniy olsangiz ham bo'ladi. Ko'zi ochiq odamning yurishi bilan ko'zi ko'rmaydigan kishining yurishida farq bor. Quloqi eshitadigan odamning tasarrufi bilan quloqi eshitmaydigan odamning orasida farq bor, to'g'rimi? Haqni eshitib eshitmaydigan, haqni ko'rib ko'rmaydigan ma'naviy ko'rlik yoki ma'naviy ko'zi ochiqlik. Ma'naviy quloqi ochiqlik yoki ma'naviy karlik ham xuddi shuni singari farqli. Faqat insonlar uni ko'pincha his qilmaydi. Ko'zi ojiz odamni yurganini ko'rgan odam darhol uning tasarrufini hisobga oladi. Lekin haqni ko'rib haqdan ko'zini yumgan odamni hech kim his qilmaydi. Qur'on mana shuni his qilishga chaqirmoqda. Solishtiringlar. Moddiy bilan ma'naviy holatni solishtiringlar. Bular barobar emasmi moddiyatda? Ma'naviy holatda ham barobar emas. Ana undan keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhisalomning qissasini keltiradi, nihoyatda to'liq kelgan. Nuh alayhisalom o'zining qavmiga men sizlarga ogohlantiruvchiman, xolos.
deb aytdi. Va aytdiki, Allohdan o'zgaga ibodat qilmanglar. Aks holda Allohning azobi keladi. Men mana shundan xavfdaman dedi. Shunda javob nima bo'ldi? فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Qur'on qissalarni keltirganda, payg'ambarlarning gapini keltirganda ham, ularning qavmlarining gapini keltirganda ham butun insoniyatning tabiatini, bashariyatning holatini ifoda qiladi. O'shani hikoya qiladi. Siz qissa o'qib ketyapman, shunaqa bo'lgan ekan deb ketavermang. U bugunimiz uchun, nafaqat bugun uchun, qiyomatgacha ham kerak u. Qiyomatgacha ham mana shu ishlaydi. Xuddi shundoq. Payg'ambarlar qavmni ogohlantirsa nima deyishardi? Sizlar o'zimizga o'xshagan odamsizlar, sizlar deyishardi. Qara, to'g'ri bizda odam ekansizlar, nimaga endi sizlar bizdan ustun bo'lishinglar kerak deyishar edi. Bu yerda gap shaxsdan emas, balki yetkazilayotgan so'zda ekanini ular ko'rishmasdi. Insonlar mana shunaqa bo'ladi. Zohirparast bo'ladi. Gapirayotgan odam sallasi katta, soqoli uzun, bo'yi basavlat bo'lsa, boshqacha unga e'tibor beradi. Zohirparast bo'ladi. Gapirayotgan odam falonchi bo'lsa, boshqacha e'tibor beradi. Zohirparastlik bu. Aslida inson so'zga e'tibor berish kerak. So'z aytilayotgan gapning mazmuni qancha, uning ilmiy qiymati qandoq, mana bu narsa asosiy tosh bosish kerak. Lekin insonlar odatan zohirparast bo'ladi. Bizga o'xshagan odam ekansan-ku, nimaga endi bizda nima ustunliging bor? Nega endi biz senga quloq solishimiz kerak deyshar edi. Yo'q, ko'rinishi senga o'xshagan odam, lekin uning so'zi Allohning so'zi, ana shuning uchun unga quloq solishing kerak edi, deyilyapti oyatda. Yana ikkinchi gap, ular aytishardiki, bundoq qarasak deyapti Nuh alayhisalomning qavmi. Bundoq qarasak, senga eng quyi odamlarimiz ergashyapti ekan-ku. Jamiyatdagi eng past, kambag'al odamlar ergashyapti. Biz shular bilan birga bo'lamizmi endi? Hozir senga ergashib, seni safingga kirsak biz, mana shu kambag'allar bilan birga bo'lamizmi biz? Shu badiyar ro'y. Keyin ularning gapi shunaqa ediki, Nuh alayhisalomning qavmining gapi, ikkinchi gap. Bu odamlar senga tafakkur qilmasdan bitta eshitib kirib ergashib qolgan. Yaxshiroq o'ylansa senga ergashmasdi, bizga o'xshab aqlli bo'lsa, deyishardi. Hozirgi odamlarning gapimi? Xuddi shu. Ba'zi bir zodigan odamlar, boy badavlat, pulga muhabbat qo'ygan odamlar, quyi odamlarni mana xuddi shunaqa ko'radi. Ular bilan bir safda o'tirishni o'ziga ep ko'rmaydi. Bizga alohida joy bo'lsin deydi. Makka mushriklari ham xuddi shunaqa degan Rasululloh akram alayhisolatu vassalomga. Endi sen gaplar, yaxshi gaplar gapiryapsan. Endi borib gapingni eshitaylik desa, ana kambag'allar bilan o'tirishimiz kerakmi? Oyog'i yalangoyoq yupinlar bilan deyishgan. Nuh alayhisalomning qavmi ham xuddi shu gapni aytadi. Hozir ham xuddi shu narsani ko'rsangiz bo'ladi. Endi bitta domla gapiryapti ekan, shuni gapini eshitib o'tiramanmi men? Falonchi biznesmenning gapini eshitay deyish mumkin. Agar qalbi g'aflatda bo'lsa. Ana ularning yana bitta gapi shu ediki, osoni yolg'onga chiqarish. Yo aytaveradi yolg'onchi. Payg'ambarlarni yolg'onga chiqarish hamma gumroh qavmlarning odati bo'lgan. Xuddi shuni singari haqni aytuvchi kishilarni yolg'onga chiqaruvchilar doim bo'ladi. Odamlar inkor qilsa, haq nohaq bo'lib qolmaydi. U haq o'zi oyog'ida turadigan narsa hisoblanadi. Nuh alayhisalomga ular aytishdiki, u kishi aytdiki, Nuh alayhisalom, men sizlardan pul-mul so'rayotganim yo'q. Va ma ana bi taridil ladina amanu. Lekin iymon keltirganlarni haydolmayman ham men. Ya'ni ular ana o kambag'allarni oldingdan haydasang, keyin biz borib seni gapingni eshitardik deydi. Nuh alayhisalom aytdilarki, men iymon keltirgan kishilarni oldimdan haydolmayman. Agar men bularni haydasam, Allohdan meni kim qutqaradi? Nuh alayhisalomning gaplari. Nuh alayhisalomga ular aytishdiki, gapni ko'paytirib yording. Juda gapni ko'paytirib cho'zib yording. Shu baloying kelsa kesin deydi. Nuh alayhisalom 950 yil da'vat qilganlar.
950 yil da'vat qilganlar. Nuh alayhisalom aytdilarki, inshaalloh o'sha Allohning balosi sizlarga keladi, lekin sizlar uni to'xtata olmaysizlar, dedilar. Men sizlarga juda yaxshi, ko'p yaxshilikni istadim, lekin sizlar buni xohlamadinglar. Xuddi shunaqa. Payg'ambarlar va ularning merosxo'rlari insonlarga doim yaxshilikni istab kelishgan, lekin insonlar u yaxshilikni qabul qilishni istashmaydi. Nega? Ular nafs havosiga ergashib, nafs havosi yaxshi ko'rsatgan narsani yaxshi deb bilishadi. Dori achchiq, achchiq gohida achishtiradi, gohida sizni qiynaydi, lekin u shifo bo'ladi. Agar kasal aqlli bo'lsa, o'sha achchig'ini yutib bo'lsa ham shifoga intiladi, tuzaladi, sog'ayish uchun harakat qiladi. Lekin aqlsiz bo'lsa nima qiladi? Achchiq narsa ekan deb tashlaydi va u dardmanlik bilan halok bo'ladi. Payg'ambarlarning ta'limotlari ham shunaqa. U gohida bir qaraganda nafsga og'ir kelib achchiq tuyulishi mumkin u. Lekin u shifo u. U haqiqiy saodatli hayotni sizga beradi va sizni bu dunyo, nafaqat bu dunyo, balki oxirat abadiy hayotda sizni saodatli qiladi. Nuh alayhisalomga ham aytishgan ekan. Nuh alayhisalomga ham u qavm aytishgan ekanki, sen Rasul akram alayhisalomga ekan bu oyat. Yana haligi oyat takrorlanyapti. Am yaqulu naftara. Qur'onni to'qib olishgan deyishyaptimi? To'qib olgan deyishyaptimi? Qul in iftaraytuhu fa alayya ijromi. Agar to'qib olsam, uning gunohi meni o'zimga bo'ladi. Sizlar hech tashvish qilmanglar. Ya'ni agar men yolg'onchi bo'lsam, uning azobini men o'zim topaman, o'zim tortaman deb aytdi. Nuh alayhisalomga Alloh subhanahu va taolo vahiy qildi, kema yasa dedi. Nuh alayhisalom daraxtlar ekdilar. Daraxtlar unib o'sgandan keyin ularni kesib kema yasadilar. Nuh alayhisalom musulmonlar bilan kema yasaysa, ular u kishini masxara qilishardi kofirlar. U jinni bo'lib qolibdi, u qarib keksayib, aqldan ozib qolibdi shekilli deb masxara qilishardi. Shunda Nuh alayhisalom aytdilarki, in tasxaru minna fa inna nasxaru minkum kama tasxarun. Sizlar bizni masxara qilyapsizlarmi? Biz ertaga sizlarni masxara qilamiz, ko'ramiz. Ya'ni ertaga Allohning balosi keladi, suv toshqini bo'ladi, biz qolamiz qutulib. Sizlar halok bo'lasizlar. O'shunda gaplashamiz. Botil ahlining doimgi ishi masxara bo'ladi. Haqqa qarshi haq bilan, hujjat bilan gaplasha olmaydi. Haqqa qarshi hujjat bilan aqlni qoniqtiradigan, qalbni qoniqtiradigan hujjat bilan gapira olmaydi. Nima qiladi? Masxara qiladi. Bu masxaravozlik, istehzo hamisha botil ahlining yolg'iz yupanchig'i va yagona quroli. Yagona quroli shu. U kofirlar ham shunaqa bo'lgan. Payg'ambarlarni masxara qilgan, musulmonlarni masxara qilgan. Qarshi bir dadil gap aytay desa, qanoat qiladigan gapi yo'q. Masxara qiladi, boshqa iloji yo'q. Endi jinni bo'lib qolibsan, unaqada. Ikkinchisi, adashgan toifalarning ham ishi shunaqa. Haqni aytsangiz, hujjat bilan, ilm bilan gapirsangiz, ilm bilan javob bera olmaydi, masxaraga o'tadi. Shu bilan nafsiga yupanch istaydi. Shu bilan sizni gapingizni, e'tiborini yo'qotishni istaydi. Shu. Unga nafs shuni chiroyli ko'rsatadi. Gapirsang ilmiy gapir, masxarasiz gapir. Yo'q, unaqa qila olmaydi. Chunki unda haqni oldida o'zining ojizligini his qilib turibdi o'zi. Haqqa qarshi unda hech gap yo'q. Nima qiladi? Masxaravozlik qiladi. Nuh alayhisalomning qavmi ham mana shunaqa masxaravoz edi. Munofiqlar ham masxaravoz bo'lgan. Qur'oni Karimda munofiqlarning xislatlari ko'p kelgan. Endi hadisda ham kelgan. Munofiqning 4 ta alomati bor, 3 ta alomati bor, hadislar bor. Lekin Qur'onda munofiqlarning eng ko'p zikr qilingan xislati nima bilasizmi? Istehzo. Qur'on munofiqlarning masxaravoz, odamlarni istehzo qiladigan, odamlarni kalaka qiladigan qavm ekanini bot-bot aytadi. Nega? Chunki munofiqlikning natijasi shu. U o'zi taraddudda yuradi, e'tiqodida mustahkamlik, aniqligi yo'q. Haqni oldida esa dadil gapi yo'q. Haqning qarshisida dadil gapi yo'q. Nima qiladi? Istehzo qiladi. Masxaravozlik qiladi.
Bugun ham ijtimoiy tarmoqda hali buni bo'lar bo'lmasga masxarabozlik qilayotganlarning holatini ko'rsangiz, xuddi mana shu narsa esingizga tushadi. Bu nifoqning alomati. Nuh alayhisolamning qavmi ham mana shunaqa masxara qilardi. Nuh alayhisolam aytdilarki, ertaga gaplashamiz. Allohning va'dasi ro'yobga chiqqanda. Keyin Alloh Nuh alayhisolamga aytdiki, har bitta jonzotdan ikkitadan, ya'ni bir jubdan olgin, o'zingni ahlingni olgin. Lekin iymon keltirmaganlar ular qolsin, ularni olma dedi. Va iymon ahli bilan 80 tacha odam bo'lgan deyiladi. 80 tacha odam va o'sha vaqtda o'sha o'zlari yashab turgan mintaqadagi jonzotlardan ikkitadan, ya'ni urg'ochi erkak qilib, juft qilib kemaga joylashishdi. Nuh alayhisolamning to'foni qayerda bo'lgan? Ko'p odam aytadiki, Nuh alayhisolamning to'foni butun dunyoni bosgan deydi. Lekin muhaqqiq ulamolarimiz aytadilarki, to'fon butun dunyoda bo'lmagan. Dajla bilan Furot daryosi oralig'ida bo'lgan. Chunki u vaqtda o'zi shu yerdagina inson yashagan, boshqa mintaqalarda inson bo'lmagan. Nuh alayhisalom Odam alayhisalomning 5-4 ta avlod keyin yashayotgan kishi. Ana u davrda o'zi mana shu mintaqadagina inson bo'lgan. Va Nuh alayhisalomning qavmi o'sha bashariyatning bori Nuh alayhisalomning qavmi bo'lgan. Nuh alayhisalom yashayotgan mintaqa mana shu hozirgi Iroq yerlari. Dajla bilan Furat oralig'ida bo'lgan va suv toshqini to'fon ham mana shu mintaqada bo'lgan. U joy mana mintaqalarda alohida jonzot bor-ku, mana Afrikani jonzotlari bor, Osiyoniki bor. O'sha joyning jonzotlari yo'q bo'lib ketmasligi uchun Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhisalomga aytgan ekanki, bir juftdan ol, erkak urg'och qilib kemaga ol, jonzotlardan ham. Va u yeyishga ham kemada bir necha kun yursa, boshqa bo'lsa, keyin tirikchilik uchun ham kerak-ku. Qo'y qo'zilar va hokazo. Ana shundoq amr bilan Nuh alayhisalom demak ilohiy amrni bajardilar. Keyin vaqolarka bu fiha bismillah majriha. Bismillah deb kemaga mininglar endi. Bismillahi majriha va mursaha. Kemaning yurishi, kemaga chiqinglar, mininglar. Uning yurishi ham to'xtashi ham Allohning nomi bilan dedi Nuh alayhisalom. Va u xuddi tog' kabi suza boshladi. Shunda Nuh alayhisalomning o'g'li bor edi. U iymon keltirmagan edi. Ya bunay yarkam ma'ana. Ey o'g'lim, ke biz bilan kemaga min dedi. Va la takum ma'al kafirin. Kofirlar bilan bo'lma dedi. Nuh alayhisalomning o'g'li aytdiki, yo'q, men toqqa chiqib qutulib qolaman dedi. Nuh alayhisalom aytdiki, yo'q, Allohning qutqaruvidan boshqa qutqaruv yo'q, hozir Allohning azobi kelgan paytda. Unday qilma dedi, lekin o'g'il quloq solmadi. Va ularning orasini to'lqin, demak, orasini to'lqin to'sdi, ya'ni g'arq bo'lib ketdi o'g'il. Alloh subhanahu va taolo yerga suvini yut endi. Osmonga suvini to'xtat dedi. Ya'ni yerdan ham buloq bo'lib suv otilib chiqqanida osmondan ham suv yoqqan edi. To'fon mana shundoq bo'lgan edi. Keyin Allohning amri bilan hammasi to'xtadi. Judi tog'iga kelib kema qo'ndi. Judi tog'i hozirgi kunda Turkiyaning hududiga keladi. Shu Turkiyaning hozirgi Turkiya davlatining hududiga keladi. Shunda Nuh alayhisalom aytdiki, Parvardigor, sen ahlingni halok qilmayman degan eding. O'g'lim halok bo'ldi-ku. O'g'lim mening ahlim emasmidi dedi. Shunda Alloh subhanahu va taolo innahu laysa min ahlik. Nuh o'g'ling sening ahling emas edi dedi. Innahu amalun g'ayru solih. U yaxshi ish qiladigan bola odam emas edi u. Mening senga nasihatim shuki dedi Alloh. Sen johillardan bo'lma. Shunda Nuh alayhisalom Parvardigor o'zingdan panoh so'rayman johillardan bo'lishdan. Sen nima hukm qilsang, men roziman. Agar meni mag'firat qilmasang, men unda ziyon ko'rganlardan bo'lib qolaman dedilar. Ushbu oyatda
qarang, Nuh alayhissalom vahiy sohibining o'g'li iymon keltirmagan ekan. Bu iymon ana shunaqa Alloh qalbini ochsa bo'ladigan narsa ekan. Bu masalan payg'ambarning uyida turib iymon keltirmaydimi? Iymon keltirmadi. Ana undan keyin bu mana shu surada bitta oyat bor. Nuh alayhissalomga xitoban aytilgan 48-oyat. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. Qaysi harf ko'p keldi? Mim. Qur'onda mim eng ko'p kelgan oyat mana shu oyat. 48-oyat hisoblanadi. 16 martami kelgan mim harfi. Ha, u Nuh alayhissalom duo qilganlar. U Nuh surasida keladi. Parvardigor bularning zurriyotini qirib tashla deganlar. Boshqa kofirlardan odam tarqamagan keyin. Nuh alayhissalom keyin kemada bo'lganlar bor-ku. Kemada bo'lganlardan ham nasl qolmagan. Faqat Nuh alayhissalomning o'g'illaridan bashariyat keyin tarqagan. Shuning uchun Nuh alayhissalom ikkinchi ota deyiladi. Undan keyin Hud alayhissalomning qissasi keladi. Hud alayhissalom o'zining qavmini ogohlantirib, men sizlardan pul so'ramayapman, mol so'ramayapman. Menga Alloh o'zi beradi ajrimni, savobimni. Sizlarga men faqat ogohlantiruvchiman xolos deb ularni da'vat qildi. Hud alayhissalomning qavmi Od edi. Od hozirgi Saudiya mintaqasida, Saudiyaning janub tomonidagi shu Hazramaut ga yaqin mintaqa bo'lgan Ahqof surasi ham keladi inshaalloh. Mana shu joyda yashagan ular. Ular bo'ybasti nihoyatda baland, o'ta baquvvat insonlar bo'lgan ekan. Shuning uchun biz eng quvvatli odamlarmiz deb o'zidan ketib qolgan. Hud alayhissalom ularni ogohlantirdi. Ba'zi biri iymon keltirdi, lekin ko'pi gumroh bo'ldi va ularga ham Allohning azobi haq bo'ldi. Ular ham demak Allohning azobiga qoldi. Va utbi'u fi hadhihi dunya la'na va yawmal qiyamah. Bularga endi dunyoda ham la'nat, oxirat qiyomatda ham la'nat bo'ldi deydi Alloh. Ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qawmi Hud. Kofirlar Ad Robbiga kofir bo'ldi. Ala bu'dan li'adin qawmi Hud. Hudning qavmi bo'lgan Od yo'qolsin, ya'ni yo'q bo'lib ketsin degan xitoblar oyat karimada yangraydi. Undan keyin Samud qavmining hikoyasi keladi. Samud qavmiga Solih alayhissalom payg'ambar bo'lganlar. Bu Samud ham o'sha Oddan keyin o'tgan, u ham hozirgi Saudiya mintaqasida. Ularning yashab o'tgan joyi ham hozirgi Saudiya mintaqasida hisoblanadi. Ular but sanamlarga sig'inishardi. Samud qavmi boshqa oyatlarda ham keladi. Ularning joylari hozir ham bor. Ular tog'larni o'yib, yo'nib, nihoyatda baland uylar qurishgan tog'ning ichidan. Inshaalloh mana shu oldin Arafda o'tibdi. Va tanhitunal jibala buyuta. Sizlar tog'ni o'yib uy qilyapsizlar, tekizliklarga bino ko'taryapsizlar. Bunga shukr qilinglar deydi Solih alayhissalom. Ular mo'jiza talab qilishdi. Shunda Solih alayhissalom bitta toshdan tuya, bolasi bilan tuya chiqardilar. Ya'ni u kishi mana shu mo'jizani ko'rsatdilar. Keyin aytdilarki, "Hadihi naqatullohi lakum aya." Mana shu Allohning tuyasi, Alloh yaratgan tuya, bu sizlarga bitta mo'jiza. Fadaruha ta'kul fi ardillah. Unga tegmanglar, u o'zi yemini yeb yuraversin. Unga yomonlik qilmanglarki, Allohning azobi o'ta yaqin bo'ladi, dedi. Lekin ular tuyani so'yishdi. Fa'aqaruha, tuyani so'yganda aqara deb mana ilikdan so'yishni aytadi. Ana shunaqa qilib tuyani oyoq qo'llarini chopib uni so'yishdi. Tomirdan so'yishni aqara deyiladi. Shunda Solih alayhissalom aytdiki, bo'lmasam endi 3 kun sizlarga muhlat qoldi xolos. Mana shu
yolg'on bo'lmagan va'dadir dedi. Allohning azobi keldi, bir qichqiriq keldi. Bir qichqiriq kelib, qichqirig'ini ovozining dahshatidan, ovozning haligi kuchidan qavm qirilib ketdi. Qichqirig'ini o'ziga ular halok bo'ldi. Od qavmiga shamol kelgan. Boshqa suralarda keladi tafsilotlari. Inshaalloh o'shunda aytib o'tarmiz. Lekin Samudga qichqiriq kelgan. Undan keyin Ibrohim alayhisalomning qissasi keladi. Ibrohim alayhisalomga farishtalar tushib, bu yerda Ibrohim alayhisalomning o'zlari haqida emas. Bu yerda asosan Lut alayhisalomning qissasi ketadi. Ibrohim alayhisalomga farishtalar tushib mehmon bo'lishdi. U kishi bir bo'zayni, bir buzoqni pishirib ularga tortdi. Mehmonlar. Ular yeyishmadi. Shunda Ibrohim alayhisalom o'ta mehmondo'st bo'lganlar. Ibrohim alayhisalom mehmonsiz ovqat yemas ekanlar. Mehmondo'st bo'lganlar. Bir buzoqni olib kelib qo'yuvdilar. Ular qo'l cho'zmadi. U kishi Ibrohim alayhisalom biroz tashvishlanib qoldilar. Shunda qo'rqma, biz farishtalarimiz deyishdi ular. Inson suratida tushishgan ekan. Biz hozir ikkita ish bilan tushdik. Birinchisi senga Ishoqning, uning ketidan Yaqubning bashoratini bergani keldik. Endi ikkinchi ish Lutning qavmini halok qilgani kelyapmiz deyishdi. Shunda Ibrohim alayhisalomning ayollari ya vaylata a'jaztu an alidu wa ana ajuz va hada ba'li shaykha. Voy o'lmasam, men kampir bo'lsam, erim chol bo'lsa, men bola tug'amanmi endi dedi. U ajoyib narsa-ku dedi Sora. Shunda ata'jabina min amrillah deydi. Allohning ishidan ajablanasanmi? Rahmatulloh, bu Allohning rahmati. Va sizlarga Ibrohim oilasiga Allohning barakotidir deyildi. Ibrohim alayhisalom keyin ular farishtalar Lut alayhisalomning qavmiga borishdi. Lut alayhisalom ular yosh yigitlar suratida kelishgan edi. Qur'on yigitlar suratida. Nuh alayhisalomning qavmining buzuqligi ular ayollar qolib erkaklarga shahvat bilan demak rag'bat qilishar edi. Ular mehmonlarni ko'rib, pokiza yigitlarni ko'rib, Lut alayhisalom o'sha vaqtda siqilishni boshladi. Obbo, qavm hozir bilsa meni sharmanda qiladi bular. Xabarini eshitib, mehmonlar kelgan xabarini eshitib, chopqillab odamlar qavmdagi badbaxt nokaslar yugurib kelishdi. Shunda Nuh alayhisalom aytdilarki, ha ulay banati. Mana qizlarimni sizlarga nikohlab beraman. Baraka topinglar, qo'yinglar. Agar shunaqa sizlar maylilarni to'solmayotgan bo'lsanglar, mana qizlarimni sizlarga nikohlab beray. Mahrsiz nikohlab beraman, mayli. Lekin meni sharmanda qilmanglar, deb Lut alayhisalom mehmonlar oldida hijolatchilikdan qizlarini haligi nokaslarga nikohlab berishga ham rozi bo'lib ketdilar. Shunda ular aytishdiki, laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin va innaka la ta'lamu ma nurid. Biz sening qizlaringda biz haqqimiz yo'qligini, ular bilan biz ishimiz yo'qligini bilasan-ku, biz nimani istayotganimizni bilasan-ku, axir sen deydi. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid. Qani endi kuchim bo'lsa-yu, yo'inki bir qochib ketadigan joyim bo'lsa-yu deb qoldi Musa Lut alayhisalom. U kishi aytdilarki, alaysa minkum rajulur rashid. Ichingizda bir tuziyroq odamlar yo'qmi? Namuncha badbaxtlar, namuncha bular sizlar, namuncha rasvo insonlarsizlar deganlar. Hozirga mana bu o'sha Lut alayhisalomning qavmini ishini qonuniylashtirman deyotganlarga xuddi shu gapni aytiladi. Ichingizda bir odam yo'qmi? Kallasi bor. Shuni ham rasvo bo'lasizlarmi? Alaysa minkum rajulur rashid. Bir tuziyroq odamlar yo'qmi ichingizda? O'zingizlarni o'nglaydigan. Shunda haligi mehmonlar aytishdiki, ey Lut, sen xotirjam bo'l, biz Allohning elchilarimiz. Senga xabar olib keldik. Kechasi tunda o'zingni, ahlingni, odamlaringni olib shahardan chiqib ket, bugun kechasi bular halok bo'ladi, dedi. Shunda bugun subh vaqtda halok bo'ladi desa, Lut alayhisalom shunaqa to'lgan ekanlarki, subuhga uzoq emasmi degan ekanlar. O'zi kechqurun, subuhgacha hali qancha vaqt bor. Ana Lut alayhisalomga ning qavmiga keyin azob keldi. Ular
ostin ustun bo'lib ketdi. Lut alayhissalomga aytildiki, illo xotining qoladi. Chunki xotin kofirlardan edi, iymon keltirmagan edi. Bir payg'ambarning o'g'li iymon keltirmadi, kofirlar bilan halok bo'ldi. Bir payg'ambarning xotini iymon keltirmadi, kofirlar bilan halok bo'ldi. Nimani anglatadi? Kishining solih bo'lishi o'zi uchun xolos u. Agar uning ahli salohiyatli bo'lmasa, u fazilat ola olmaydi. Shunaqa holat hozir ham topish mumkin. Masalan, solih er bo'ladi. Olim bo'lishi mumkin, solih bo'lishi mumkin, lekin ayol betavfiq bo'lsa, u ayolga hech qanaqa fazilat bermaydi erkak bilan birga yashash. U qalbini Alloh ochib hidoyat qilsa, keyin u undan fazl oladi. Keyin u baraka topadi. Aksincha bo'lishi mumkin, solih ayol bo'lishi mumkin, er noshud. U solih ayol ibodatini qilib, Allohga bandaligini qilib yaxshi yashab o'taveradi. Er betavfiq bo'lsa, u baribir demak unga ahl hisoblanmaydi. Haqiqiy ahl iymon bilan birga bo'lgan ahllik hisoblanar ekan. Farzand ham shu. Ulug' inson, solih inson farzand betavfiq bo'lishi mumkin. Aksincha, Ibrohim alayhissalomning otasi buttarosh edi. O'g'li payg'ambar bo'ldi. Nuh alayhissalom payg'ambar edi, o'g'li kofirlar bilan bo'ldi. Demak, hidoyat, muhtaram azizlar, bu oilaviy munosabatlarga aloqasi yo'q. Nisbatan ta'siri bo'lishi mumkin, lekin tavfiq, hidoyat boshqa narsa. Undan keyin Shuayb alayhissalomning hikoyasi keladi. Endi Shuayb alayhissalomning hikoyasida xulosa shuki, Shuayb alayhissalomning qavmi, Madian ahli nihoyatda savdo-sotiqqa nihoyatda peshqadam odamlar edi, lekin doim tarozidan urib qoladigan, savdoni qilvirlik bilan olib boradigan odamlar edi. G'irrom odamlar edi. U kishi asosan qavmga aytayaptiki, tarozini to'g'ri qilinglar. Halol bo'linglar. Baqiyatullohi khayrul lakum. Alloh sizlarga o'sha ozginagina ko'rinishda ozgina qolgan foyda Allohda. Bu sizlarga yaxshi, mana shu yaxshi sizlarga, shunda baraka bor der edi. Yer yuzida fasod qilmanglar der edi. Allohning balosidan men sizlarni qutqara olmayman derdilar. Ular nima deyishdi? Ey Shuayb, bu seni namozlaring, da'vatlaring bizni bu but sanamlarga ibodat qilishdan qaytaradimi? Qaytaryaptimi? Yo mol dunyoyimizda xohlaganimizni qilishdan qaytaryapsanmi? Mana shu narsa har doim bor. Mol dunyoning halol haromini ajratilishini istamaydigan odamlar bor. Mana buni shariat halol qilgan, bunisi harom, mana bu savdo halol, bunisi harom, mana bu bitim halol, mana bu harom deyilishni istamaydiganlar bor. Nega biz o'zim pulimda o'zim xohlaganimni qila olmayman deydi. Shuayb alayhissalomning qavmi xuddi shunaqa deyishardi. Nega bizni pul o'zimiznikimi, oldi-sotdi o'zimiznikimi, o'zimiz xohlagancha tasarruf qilishimizga nega sen xo'jayinchilik qilasan deyishardi. Shuayb alayhissalom yo'q, bu bir-biringlarni haqqinglarni harom deb qo'yapsizlar. Shuning uchun bundan Alloh sizlarni ogohlantiryapti derdilar. Keyin aytadilarki, men bu sizlarni halollikka chaqirish natijasida men o'zimga bir narsa undirib olmoqchi emasman, baraka topinglar, ko'rib turibsizlar, o'zim ham boyman derkanlar. Shuayb alayhissalom o'zi ham boy bo'lgan ekan. Moldor bo'lgan ekanlar. In uridu illa al-islaha mastata'at. Men faqat shu qo'limdan kelgancha yaxshilikni istayapman, xolos sizlarni tuzalishinglarni istayapman. Sizlarga oldingi qavmlar Nuh, Hud, Solih qavmlarining balosi kelmasin deyapman dedilar. Shuayb alayhissalomning qavmining gapini qarang. Ma nafqahu katiran mimma taqul. Shuayb seni ko'p gapingni tushunmaymiz-da biz deyishardi. Xuddi shunaqa. O'ziga yoqmaydigan gap bo'lsa, tushunmayapman, nima deyapsiz domla deydi. 99 odam tushunib turgan bo'ladi. Alloh uni qalbini bekitgan, ongini bekitgan o'zi. Nimaga bekitgan? O'zi gumroh. Gapni anglab undan ta'sirlanishdan ham cho'chiydi. Nima deb valdirayapsiz? Men tushunmayapman gapingizni deydi. Mana shu Shuayb alayhissalomning qavmi shunaqa derdi. Bunaqa holat hozir musulmonman deganlarda ham bor. Bir ilmiy gapni gapirsangiz, bu ilmiy gapni gapiryapti, ilmli odam, shuncha odam eshityapti, shuncha odam ahmoq emasdir. Shu gaplarni eshitgan demaydi. Nima deyapsiz? Men siz gapingizni tushunmayapman deb kalakadan gap boshlaydi.
bor. Mana insonlarning tabiatlari qanaqa, Qur'onda qanaqa bayon qilingan. Bularni bayon qilinishidan maqsad nima? Ey mu'minlar, sizlar shunaqa bo'lmanglar. Nafsingiz xohlaydi xuddi shu gapni. Sizga ham nima deyapsiz? O'zidan o'zi valdirab, domla degan gapni tilingizga olib keladi. Lekin siz o'ylang, shu aybni qavmi shu gaplarni aytgan edi, men ularga o'xshamay. Men ilmni tushunishga urinay. Haqni anglashga urinay. Din baraka topgur, mana bu iymonning taqozosi bo'ladi. Ular aytishdiki, Shuayb alayhisalomning atrofida odamlar bor edi. U kishi boy odam, o'ziga yarasha odamlari bor. Agar mana bu atrofingdagi odamlaring bo'lmasa, seni bir yo'l o'ldirib tashardik deydi. Shunda Shuayb alayhisalom aytdilarki, "Arahti a'zu alaykum minalloh." Men atrofimdagi shu 5-4 ta odam Allohdan ko'ra sizlar uchun azizmi? Shunaqami? Allohni sizlar Allohni ortga qo'yib, o'zingizlarni oldinga qo'yapsizlar, dedilar. Keyin u kishi oxir aytdilarki, "I'malu ala makanatikum." Bo'pti, boringlarcha amal qilinglar. Men ham borimcha amal qilaman. Ko'ramiz, azob kelganda ahvol nima bo'ladi, dedilar. Keyin ularga azob keldi. Ularni ham qichqiriq tutgan ekan. Qichqiriq tutib, ular ham hammasi fa asbahu fi darihim jathimin. U Samudga ham xuddi shu gap. Fa asbahu fi darihim jathimin. Ular o'zining o'z uylarida quruq jasadlarga aylanib qolishdi. Qotgan jasadlarga, tiz cho'kkan holatda. Jathimin degani tiz cho'kkan degani o'zi. Tiz cho'kkan quruq ular o'sha holatda qotib qoldi. Qichqiriq kelib, o'sha g'ujanay bo'lgan holatda, tiz cho'kkan, qiyshaygan holatda qotib qolishdi. Hozir mana Pompeyning suratlari topilmalardan chiqyapti. Halok bo'lgan qavmlarning jasadi qandoq qotganini ko'ring. O'shanaqa zir titragan holatda qotigan. O'sha bo'yi hozirgacha saqlanganlari bor, qoldiqlari. Ana Qur'oni Karim, Qur'onning har bir iborasida dunyoning ma'nosi bor. Biz endi to'xtala olmaymiz unaqa tafsilotlarga. Qisqacha aytib o'tyapmiz xolos. Undan keyin Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisalomni payg'ambar qilganini aytadi. Firavun va uni ahllariga. Firavun ishi to'g'ri emas edi deydi. Firavun nima qildi? Yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa awradahumun nar. U qiyomat kuni o'zini qavmini do'zaxga ham boshlab borar ekan. Bu dunyoda insonlarni adashtirgan kishilar o'shalar bilan birga, o'shalarni dunyoda ham do'zaxga ham boshlaydi deylar ekan. Va ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Biz o'sha oldingi qavmlarga zulm qilganimiz yo'q, ular o'ziga o'zi zulm qildi deydi. Va kazalika akhdhu robbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima. Robbingning zolim qishloq shahar ahllarini tutishi mana shunaqa bo'ladi. Inna akhdahu alimun shadid. Robbingning tutishi alamli va o'ta qattiqdir. Inna fi zalika laayatan liman khafa azab al-akhirah. Oxiratdan qo'rqqan odam uchun mana bu oyatlarda ibrat bor. Mana bu voqealarda ularga ibrat bor deyiladi. Fa ammal ladina shaqu fa fi an-nar lahum fiha zafirun wa shahiq. يوم تأتي كل نفس يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. Qiyomat kuni hech kim gapira olmaydi. Bu dunyoda valdiraverasiz. Xohlagancha gapirasiz, lekin qiyomatda hech kim gapira olmaydi. Illa biizni. Illo Alloh izn bergandagina gapiradi. Qiyomatning tasvirini Qur'on shunaqa zo'r ifodalaydi-ki, agar uni siz tasavvur qilsangiz, dahshatga tushasiz. Qiyomat kunida siz o'zingizcha gapira olmaysiz ekan. Gapirishga izn yo'q. Tek turasiz. Illo Alloh izn bergandagina navbating keldi, gapir deganda gapirasiz. Faminhum shaqiyyun va sa'id. Qiyomat kunida insonlar ikki toifa bo'ladi. Shaqiy, baxtsiz badbaxtlar bo'ladi, va sa'id va baxtiyorlar bo'ladi. Fa ammal ladina shaqu fa fin nar. Baxtsizlar ana o'sha do'zaxda bo'ladi ular. U yerda ular abadiy qoladilar. Inna robbaka fa'alun lima yurid. Robbing nimani xohlasa shuni qiladi. Endi baxtiyor insonlar esa ular jannatda bo'ladilar. Ato'an g'ayra majzuz. Bularga cheksiz bir tortiq bo'ladi, hadiya bo'ladi.
Ana undan keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo Rasul akram alayhisolatu vassalomga xitob qiladi. Fastaqim kama umirt va man taba ma'aka va la tatghaw. Alloh senga nima qanday buyurgan bo'lsa, mana shunda mustaqim tur. Mustaqim tur degani qandoq buyurilgan bo'lsa, shundoq yasha degani. Va la tatghaw. Sen bilan tavba qilganlar ham shundoq mustaqim bo'lsin. Va man taba ma'aka va la tatghaw. Lekin haddan oshuvchi bo'lma. Rasul akram alayhisolatu vassalomga mana shu xitob ana shunaqa bir eng og'ir xitob bo'lgan ekan. Rasul akram alayhisolatu vassalomning huzurlariga bir kishi kelib, "Ey Allohning rasuli, menga bitta nasihat qiling, bitta gap ayting. Qaytib boshqa birovdan men savol so'ramay qo'yaveray. Menga shunaqa bir qisqacha nasihat qiling", dedi. Shunda Rasul akram alayhisolatu vassalom shunday dedilar: "Qul amantu billah thumma istaqim." Allohga iymon keltirdim dedi, shu gapingda tur dedilar. Allohga iymon keltirdim de va shu gapda tur. Mana shu gapning ichida hamma yo'q bor. Shunda Rasul akram alayhisolatu vassalom ushbu oyatda aytilgan istaqim so'zini ishlatganlar. Ya'ni to'liq amal qil degani. Ola tarkanu ilal ladina zalamu fatamasakumun nar. Zulm keltirgan, zulm qilgan kishilarga moyil bo'lmanglarki, do'zax sizlarni tutadi. Undan keyingi oyatlarda vaqimus solata tarafayn nahari va zulafan minal layl. Kunning ikki tarafida va kechaning ma'lum vaqtlarida namoz o'qinglar. Bizning namoz vaqtlarimiz mana shu oyatdan ishora deyiladi. Undan keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Va law sha'a robbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida." Agar Alloh xohlaganida, Robbing xohlaganida insonlarning hammasini bir ummat qilib qo'yar edi. Lekin Alloh imtihon uchun yaratgani uchun ularni xilma-xil ummat qilib qo'ydi. Va la yazaluna mukhtalifin, ular bir-biri bilan tortishib ixtilofda. Illa man rahima robbuk, illo Alloh rahim qilganlargina ixtilofdan omondadir. Va tammat kalimatu robbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Robbingning so'zi haq. Tamom, qaror qat'iy. Jahannamni jin va insonlar bilan to'ldiraman deb qo'ygan. Va kullan naqussu alayka min anba'ir rusul. Mana bu oyat qarang. Biz ey Muhammad alayhisalom, mana bu payg'ambarlarning qissalarini sizga aytib beramiz. Nega? Linuthabbita bihi fuadak. Ma nuthabbitu bihi fuadak. Biz payg'ambarlarning qissalaridan sizga aytib beradiganimiz qaysilar? Sizning qalbingizni sobit qiladiganlarni aytib beramiz. Qalbingizni sobit qilish uchun aytib beramiz. Payg'ambarlarning qissasi Qur'onda nega takror kelgan? Nega qayta kelgan deyilsa, juda ko'p hikmatlar bor. Shulardan biri Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom 10 yillab da'vatda bo'ldilar, to'g'rimi? Rasul akram alayhisolatu vassalomning da'vatlaridan insonlar yuz o'girib, bu kishiga dushmanlik bo'lib va hokazo mana shunga o'xshash holatlar bo'lganda payg'ambarlar qissasi nozil bo'lardi-da, oldingi payg'ambarlarning sabri u zot alayhisolatu vassalomga namuna qilib ko'rsatilar, eslatilar va oldingi qavmlarning holatlari u zot alayhisolatu vassalomga bayon qilinardi. Ya'ni insoniyat, bashariyatning qadimdan mana shunaqa holati bor. Ularning biri iymon keltirsa, biri kufr keltiradi. Mana bu haqiqat Rasul akram alayhisolatu vassalomga qayta eslatilish ma'nosida, eslatilish uchun qissalar qayta takror Qur'onda kelgan. Lekin shunisi ajibki, Qur'ondagi qissalar takrorlangan bo'lsa ham ko'rinishdan takror, lekin o'zi betakror. Chunki har gal qissa o'ziga xos uslubda bayon qilinadi. Boshqasida yo'q jihatlari bayon qilinadi. Gap surilishi ham, uslubi ham hamma yo'q tamom yangi. Ana shu uchun Qur'oni Karim insonni zeriktirmaydi. Takrorga o'xshaydi, lekin takror emas. Chunki ayni takror yo'q. Balki yangi bir ifoda, yangi bir ma'nolar bilan bayon qilinadi. Mana shu bilan Hud surasi nihoyasiga yetadi.